Internetda mashhur bo'lishga ulgurgan, kamiga tayyorlanishi ham juda ham oson mega shokoladli barakali Matilda tortini tayyorlaymiz. Ungacha bitta yo'lakchani bosib, o'zingizga saqlab olishni unutmang. 6 ta tuxumimizga shakar, o'simlik yog'i, qatiq hamda soda bilan oksus, razrыхлительni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan yaxshi mazali kakao hamda unimizni solib, hammasini venchik yordamida aralashtiramiz. Qaranglar qanaqa oson tayyorlanishi. Oxirida qaynoq suvimizni qo'yib, xamirimizni yaxshilab qo'zg'ab olib, tayyorlab olamiz. Xamirlarimizni teng 3 qismga bo'lib olamiz. So'ng listimizning tagini yog'lab olamiz yoki pergamentning ustiga xamirlarimizni bir tekisda qo'yib olib, qizigan duxovkada pishirib olamiz. Taxminan 180 graduslarda 20-30 minut davomida pishib chiqadi. Voy qizlarjonlar, xamiri shunaqa yumshoq, poristay bo'lib chiqadi. Yeganinglarda shunaqangi uqalanib ketadi, mazada. Ko'zlarimiz sovib turguncha kremini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 2 ta plitka shokolad hamda eritilgan saryog, kakao va zgushonka kerak bo'ladi. Bularni venchik yordamida bir xil massa bo'lguniga qadar aralashtirib olamiz. So'ng ko'zlarimiz ustiga birin-ketin qo'yib olib, chiroyli qilib tortimizni bezatib olamiz. Voy, bu kremni quyilishini qaranglar qizlar, shunaqa mazali bo'ladi. Tortni har bir qavatini kremlab bo'lgach, ust qavatiga chiroyli qilib shokoladlar bilan bezak berib chiqdim. Millennium shokolad bor, ana o'shandan foydalandim. Qizlarjonlar, qaranglar, katta oilalarga mos barakali Matilda tortimiz ham tayyor bo'ldi. Azizlarim, buni ko'rinishi aytib turibdi, qanaqa mazali desert bo'lganini. Ozgina xolodilnikka qo'yib, so'ng tanovul qilsalaring, kremlari shunaqa qotib, o'zini formasini ushlab qoladi. Qaytgancha pishir-kuydir qilib charchamaydigan opa-singillarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Barchaga yoqimli ishtaha.